tilim buralib qo'yapti, aylanib qo'yapti bitta joyda jar. Over kontenting. Bu gaplarning hammasi tuhmat qarindosh. Bu kishini tishlar, tillarini sal tindalatdi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hammanglarga boringlarga shukr. Konkursimiz yaqin, hammanglar xabaringlar bor. Bugun Xudo xolisa Abik topshirdi Yangi Komolon mahallasini. Mana hozir akamlar bilan azga suhbat olamiz. O'zinglar bu yoqni akamlardan eshitasizlar. Aka, mana qilgan ishlarimizdan minnatdormisizlar yo ishimizlarning sifati qanaqa? Sifati zo'r, cho'tka. Hamma joy yam-yashil bo'lib, mana Komolon mahallasi bir chiroyli mahalla bo'lib qoldi. Qo'lingizda dard ko'rmasin. Bundan-da katta obyektlar qilib yurish sizga nasib bo'lsin. Rahmat aka, barakalloh. Ularni juda ham ko'p qo'yingizlar. Odamlar mazza qilib, bolalar o'ynab, tomosha qilib, toza havodan bahra olib. Aziz muxlislar, o'zingizlar eshitdinglar, hammasini mana guvoh bo'ldinglar. Xudo xolis kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol 24/7 aloqaga chiqavering. Hammanglarga rahmat. Aka, sizga ham kattakon rahmat. Omoningizlar, charchamay ishlanglar. Ko'kdan yog'ilarkan nurafshon bog'larda uchrashar edik. Ko'ngilda bir ajib halovat huzur baxsh oqshomlar ajrashar edik. Kelasanmi derdim xayrlashar chog' kelaman deyardik. Sekin iymanib tilimning uchida